iPhone 15 nima qilish manasiga o'ynaysiz beraman akajim. Dongfeng Buxoro avtosalonidan Dongfeng modelimizni xarid qiling. iPhone 17 yutib oling. Qanaqa mashina bu o'zi? Xo'sh, bu mashinamiz O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Dongfeng Ailis L6 modelimiz. 1.5 Honda motor bilan jihozlangan crossover. 360 kamera, faralar LED, i9 razmerli diskabron bilan jihozlangan, bespilotchi dastur telefonlari bor. Ichki salonimiz koja, sistemalar elektron paketda 5 ta pomestsinasi bor. Xohlasangiz podograf abus yo'qsiz bo'ladi, elektron tablomiz bor. U yerda adaptiv cruise control, ya'ni samotar majina, palasa udержение hamma funksiyalar bilan jihozlangan. Klimat kontrol, Apple CarPlay'lar bor. Tepamizda esa juda ham katta bo'lgan panoramli lyuk jihozlangan. Orqa tomonimizga Lamborghini Urus'ni o'xshatib yuboradigan spoilerlar. Undan tashqari uzun liniyali monoqosh faralar bilan jihozlangan. Pastda 4 ta vixr bilan joylashgan gulshtirlar bor. Endi esa bagajimiz ham juda katta, subwooferlari bilan bor. Orqada xohlasangiz propan gaz ustidan qilsangiz ham bo'ladi. Narxi 280 million. Xohlasangiz rassrochka, xohlasangiz avtokredit asosida xarid qilib ketishingiz mumkin. To'lov grafik qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Yoki ekran ostidagi telefon nomerlariga telefon qilib, batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Barchangizni Dongfeng Buxoro avtosalonida kutib qolamiz.